没有共产党，没有新中国；没有共产党，没有新中国；没有共产党，没有新中国；没有共产党，没有新中国。发饭。Sobat. Gapni qisqartib aytganimizda yuqorida ikki nuqta markazlashasak bo'ladi. Deganimizdek, birinchisi shu chet eldagi shu uch xil kuchlarniki qaytadan jonlanib qilish masalasi. Bularga bizning tarbiyalash markazimizdagi ba'zi usul vositalarni ularni qo'lga kiritayotganligi, ularga nihoyat bir cho'ng sharoit hozirlab beryapti. Shu tarbiyalash markazidagi har bir odamni yaxshi kontrol qilishinglar kerak. Ularning har bir usul vositalari har gal teshib chiqib ketmasligidan oldinishimiz kerak. Bu nuqtada yaxshi xizmatni qilinglar. Ikkinchidan deganda hozir ta'til vaqti bo'lib qoldi. Biz oldimizga shu yozlik ta'tilda ishkirda bizning Shinjongdan o'qib borgan o'quvchilarimiz qaytdi. Shu ishkirdagi ba'zi bir qulaylik sharoitlardan foydalanib uçur vositalarini chet elga chiqarib beryaptilar. Har bir o'qiyotgan o'quvchimizning ta'tilini shu maktablarda o'tkazishga yo'l oldirishimiz lozim. Agar ba'zi birlar qaytib kelganlari bo'lsa, ularni kontrol ostiga ilib, ular bilan ayrim ko'rishib suhbat berishimiz kerak.